Yomg'ir, qor va muz g'ildiraklarning yo'lga yopishishini kamaytiradi. Bu esa yuk mashinasini boshqarishni qiyinlashtiradi. Yomg'ir tortish kuchini sezilarli darajada pasaytiradi. Yomg'ir yo'ldagi moy bilan aralashadi va uni yuza tomon chiqaradi. Bu shinalar va asfalt orasida sirpanchiq qatlam hosil qiladi. Yomg'ir uzoq vaqt davom etsa, bu moy yuvilib ketadi va yo'l xavfsizroq bo'ladi. Gidroplaning qanday yuzaga keladi? Kuchli yomg'ir shinalar va yo'l orasida suv qatlami hosil qiladi. Shinalar yo'l bilan aloqa qilmaydi. Bu esa boshqaruv va tortish kuchining yo'qolishiga olib keladi. Agar yomg'ir juda kuchli bo'lsa, to'xtab turgan suvdan ehtiyotkorlik bilan o'ting va tezlikni kamida 3 dan 1 ga kamaytiring. Qor va muz xavfi. Qor tortish kuchini va ko'rinishni yomonlashtiradi. Yengil chang qor yo'lni qoplaydi va uni silliq sirpanchiq sathga aylantiradi. Og'ir loyqa qor qattiq bo'lib, muz qatlamiga aylanadi. Bu esa boshqaruvni qiyinlashtiradi. Qorli sharoitda tezlikni kamida yarmiga tushiring. Muzli yo'llar qordan ham xavfliroq, ayniqsa qora muz sababli. Qora muz tez muzlagan namlikdan hosil bo'ladi. Natijada silliq, deyarli ko'rinmaydigan sirt paydo bo'ladi. U faralar yorug'ida ho'l va yaltiroq ko'rinadi. Lekin aslida sirpanchiq. Muzli sharoitda tezlikni kamida yarmiga tushirish kerak. Faqat yomg'ir va qorli ob-havoda emas, balki kutilmagan holatlar sodir bo'lganda ham xavfsiz to'xtash imkonini beradigan tezlikda harakatlaning.